alaykum azizlar, hurmatli tomoshabinlar. Yurtimiz madaniy hayotidagi qizg'in jarayonlar, shou biznes olamidagi eng qaynoq yangiliklar, san'at olami, kino ijodkorlar haqidagi barcha xabarlarni Doira dasturida bilib olishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Milliy kino premyeraga kelgan mehmonlarni milliy liboslarda qarshi olamiz. Mana shunday go'zallik bilan dasturimizni boshlaymiz. Biz Mediaxon Films Mening yurtim telekanali hamkorligida suratga olingan Chimildiq super kinokartinasining premyerasi Toshkent City Mall savdo markazining sinematika kinoteatrida media xodimlari va jamoatchilik vakillari uchun ochiq premyera taqdim etilyapti. O'zi premyeraga kelayotgan tomoshabin men qanday film ko'raman, qanaqa xulosa olaman degan o'y bilan keladi. O'ylaymizki, albatta hammasi zo'r bo'ladi va biz kino ijodkorlariga omad tilaymiz. Bu nimasi? Ture! Chimildiq badiiy filmining navbatdagi premyerasi poytaxtimizning eng go'zal va taniqli maskanlaridan biri Toshkent City Mall markazidagi sinematika kinoteatrida bo'lib o'tdi. Bu safargi premyeraga media va jamoatchilik vakillari taklif etildi. Kino namoyishi chinakamiga san'at bayramiga aylandi desak bo'ladi. Mehmonlar uchun tayyorlangan maxsus qizil yo'laklar, qolaversa milliy kino taqdimot mehmonlarini milliy qiyofalarda qarshi olingani nafaqat yurtdoshlarimiz, balki xorijliklarda ham o'zgacha qiziqish uyg'otdi va ular ham film afishasi oldida esdalikka suratga tushdilar. Premyerada ishtirok etgan Chimildiq super komediyasi ijodkorlari film haqidagi ijobiy fikrlar va tomoshabinlar e'tirofidan o'zgacha motivatsiya oldilar. Hamda bu holat kino ijodkorlarini yanada yangi ijodiy yangiliklar va jarayonlarga undagan bo'lsa, ajab emas. Film boshlanishidan avval barcha mehmonlar qanday kino ko'rar ekanmiz deya namoyishni boshqacha bir hayajonda kutgan bo'lsalar, film ko'rigidan so'ng media va jamoatchilik vakillari bir ovozdan o'zbek kinosida yangi bosqich boshlanibdi deb o'z hayratlarini va taassurotlarini bo'lishdilar. Tomosha qilinglar. Hammaga tavsiya qila olaman. Ijtimoiy tarmoqdagi har xil narsalardan ko'ra, mana shunday kinolarni ham ko'rib turinglar. Tomoshabin sifatida ochig'ini aytaman, menga juda ham yoqdi, kayfiyatim ko'tarildi. Anchadan bir o'zbek filmlarini tomosha qilmagandim. Balkim bu meni xatoyim. Bugun ko'rib, shu darajada aktyorlarning mahorati, rejissyor ishi, qolaversa ssenariy ko'nglimdan joy oldi. Bu filmni ko'rib, masalan, er-xotin urushganda emotsiya bor paytida hech qachon qaror qabul qilish kerak emasligini yana bir bor anglab yetdik. Arazlaganlar, masalan, bir-biri bilan urushganlar muhlat berib, tarozini har bitta pallasini o'lchab, baribirga ham oila muqaddasligini anglab yetishlariga, masalan, shu film orqali sabab bo'lsa, ajab emas. Bilasiz-ku, tuxumni rosa yaxshi ko'raman. Ajrashganlari zabt ish bo'ldi-da, zo'r bo'ldi-da. Nomard. Shunday mehribon, sipo, mushukka ham ozor bermaydigan qizimni qadriga yetmadi-ya. hozirgi kunda baribir ham zamon rivojlanyapti, o'zgaryapti va qaysidir ma'noda bizani yoshlarimiz o'sib kelayotgandan keyin dunyoqarashimiz ham o'zgaradi. Qaysidir ma'noda biz chet elga yoki mana shu Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rib, nima deydi, hamma narsa 100% haqiqiy bo'lmaydi, lekin biz hamma narsani haqiqiy deb o'ylab qolayotgan yoshlarimiz ham bor. Shuning uchun asosiy maqsad oilaning muqaddasligi, mayli hamma joyda urush janjal bo'ladi, lekin u narsani kelishib yashasa, albatta ishonch va muhabbat
iffat bor joyda обязательно yaxshilik bo'ladi. Voy tavba, ana uni kiyib olgan kiyimini qarang. Xudo asrasin. Shunaqa besunaqa ering bo'lsa bormi? Salom, yaxshimisiz? Adashmasam siz Nargizaxonsiz. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Tohir akasiz. Aha. Kiyimlaringiz juda ham yarashibdi. Rahmat. Bizga shirinlik olib kelib bera olmaysizmi? Ha, xo'p. Rahmat. Mazingiz yaxshimi? Hozir. Endi yaxshiman. Juda ham chiroyli qiz ekanmisiz? Siz ham? Men ham? Yo, haligi siz ham juda ham kelishgan yigit ekansiz demoqchi edim. Kiyimlaringiz yarashib turganini qarang. Rahmat. Sizning bu filmdagi fikrlaringiz qanday bo'ldi va tomoshabinlar kirsa nima ola oladi o'ziga? Va o'zgachaligi bormi boshqa filmlardan ajratib turuvchi jihatlari? O'zgachaligi bor, albatta o'zgachaligi bor. Ham mazza qilib kuldiradi, o'rni kelganda ko'zga yosh keladi va o'ylaymanki, yosh oilalar kelib ko'rishni tavsiya etaman, chunki biroz boshqacharoq qarashni boshlashadi va ko'proq qadrlashadi. Filmga e'tibor bergan bo'lsa, oxirida farzand qanaqa oliy ne'matligini ko'rsatib berishgan. Fikr xulosa bor kinoning mazmunida. Yosh oilalarga taklif qilaman ko'rishga, juda ham zo'r kino. Ijodiy jamoaga katta rahmat aytmoqchiman. Mana shu qadriyatlarimizni juda ham bir chiroyli hazil yo'li bilan tushuntirgani uchun. Qanaqa filmlarimiz ko'p bo'lsa, yosh avlodga menimcha yaxshigina tarbiya bo'lardi. O'sha yosh oila balki o'zini ekranda ko'radi. Men sizdan voz kecha olmasdan mana shu ahmoqona ishlarni qilib yuribmanmi? Ha nima? Sen bo'lmasang, men bo'lmasam, kim unda? Kim bu ishlarni boshida turibdi? Men qayerdan bilay? Chimildiq deb atalishdan o'zi odamni o'ziga tortadigan azaliy qadriyatlarimiz, o'zbekchiligimizga xos bo'lgan urf-odatlarimiz aks etgan va shu jumladan yengil komediya bo'lib turib, keyin odamni o'ylantirib qo'yadigan, odamni bir fikrlashga undaydigan joylari bor. Xullas, bir so'z bilan aytganda men hammaga tavsiya qilaman tushib tomosha qilishlarini. Menga umuman e'tibor bermay qo'ydingiz. Siz bilan kelajagimni ko'ra olmadim. Filmda juda ham muhim g'oya ilgari surilgan, ya'ni oila mustahkamligi, oilani yaxlitligi, ya'ni turmush mustahkam bo'lishi naqadar muhimligi, er va xotin o'rtasidagi mehr muhabbat mustahkam bo'lishi, bu g'oya yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilinishi juda ham muhim. Mana shunday xalqchil, qiziqarli, kulgili, komediyniy tarzda bu g'oya yetkazilganligi bu ijodkorlarning katta muvaffaqiyati. Bu muvaffaqiyat bilan butun ijodiy jamoani chin dildan tabriklayman. Filmda yurtimizning tobora yangilanib borayotgan qiyofasi, milliy an'analarimiz va oilaviy munosabatlar o'zgacha yondashuv va uslubda tasvirlangan. Kinokartina har bir tomoshabinni to'g'ri xulosa qilishga, oila tushunchasining naqadar muqaddas ekanini anglashga undaydi. Juda ham sifatli dublyaj. Aktyorlar tarkibi yaxshi tanlangan. Men bilasizmi, ko'proq Qozog'iston, mana shu qo'shni davlatlardagi tomoshabinlar nigohi bilan ko'rdimda, ular uchun bu lokatsiyalar chiroyli, an'analarimizni chiroyli ko'rsatishga harakat qilishgan, oilani qadriyatini maksimal darajada muhimligini aks etgani bu tahsinga sazovor va o'sha qo'shni davlatlarga premyera qilinayotgani ham bu bizani nima deydi, g'ururlantiradi. Ayniqsa yangi turmush qurgan yoki turmush qurish arafasida turgan yoshlarimiz uchun muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. To'g'risini aytsam, ham kuldim, ham yig'ladim. Ko'zlarimdan bir joylari kelib qoldiki, yosh to'xtamasdan oqdi. Bunday filmlarni yanada ko'paytirib xalqqa yetkazishimiz kerak va yoshlarimizni miyasini qoplab olgan yoki bo'lmasam o'sha xotirasini band qilib olgan juda ko'p
keraksiz ma'lumotlarni chetga surib mana shunday bir badiiy filmlar bilan ularni biz o'zbek xalqini qadriyatini bir yuqoriga ko'taradigan shunaqa bir filmlar bilan to'ldirishimiz kerak. Kino bu katta san'at va katta ijodiy jarayondir. Har bir badiiy filmda yuzlab kezi kelsa, minglab ijodkorlar mehnat qiladi. Natija esa albatta shunga munosib bo'lishi lozim. Juda ham chiroyli o'ylangan topilmalari bor. Tomoshabinni bitta nuqtada ushlab turadi. Ya'ni tomoshabinni epizod rivojlanish epizodlar bir-biridan rivojlanib o'tadi. Ya'ni sokin, bir tekis film emas. Ana shu jihatlari tomoshabinga ma'qul keladi deb o'ylayman. Menmi? Ha, siz? Sen meni kimdir bilan adashtirmayapsanmi? O'zi xotirang chatoqligini ko'p marta aytganman-u, yana bir marta amin bo'ldim. Esingdan chiqib qoldimi? Kechalari uxlolmasdan SMS yozib, "Jonim, asalim, ozgina gaplashaylik" degan kim edi? Sen tan olundan ko'ra mensiz yasholmaslikdan qo'rqyapsan. Nima? Ushab turing. Mana sizga, mana. Sizniki Mirza Teri, Stalba, beso'naqa er bilan qanaqa yashaganimga o'zim ham hayronman. Sen jin emasmisan, mabodo tinтай emasmisan, mabodo? Ishonasanmi, zo'rg'a chiqib ketdi. Sen jim tur. Qarab o'ring-da. Menmi? Ha, siz. Sen o'sha yerda bo'lib turibdi hozir. To'xting. Mabodo mana shu muzqaymoqni berib turolmaysizmi? Oling aka. Rahmat sizga. Nima qilmoqchisiz? Tomir ketgan. Shu kerakmidi? Ha? Nima qildingiz, jinni bu? Bu g'ir jinni. O'zi aslida sen jinnisan, bildingmi? O'zi sen ayollarni bekorga tug'maya demaydi. Mana, rahmat sizga. Ey, menga qara. Ko'p gapirib og'zingni charchatma. Foydasi yo'q. Men Soliy opa, rahmat. Soliy. Mana shuni. Mana. Yuziga urib battar bo'ladi. Ayol kishiga qo'l ko'tarsangiz, qonun oldida javob berasiz. Rahmat. Endi o'zimiz hal qilamiz, ketavering. Arzimaydi opa. Aha, ket. To'g'ri aytasiz. Gul uchun rahmat, salomat bo'lasiz. Muzqaymoqqa rozi bo'ling. Xo'p aka. Siz nimaga indamay qarabsiz? Jinnimisiz? Hammanglar bir xilsizlar. Bilasanmi sen kimsan? Gapirmang. Gapirmang, o'zingizga yomon bo'ladi. Sen pakkanasan. O'zi men kino san'atini juda ham yaxshi ko'raman, muxlisiman va bu jarayonlarga hech qachon befarq bo'lmaganman. Bilasizmi, birinchi galda janri komediya o'zi janrni oqlagan, chunki komediya o'sha jamiyatdagi muammolarni yumor orqali ochib beradi va munosabat bildiradi yumor orqali. Barcha epizodlar komediyaga qurilgan va o'sha o'zini oqlagan maqsadini va yaxshi ijodiy komanda yig'ilgan bu yerda, ansambl, aktyorlar professional tanlangan, hamma o'sha ssenariydagi g'oyaga birlashgan, o'sha g'oyaga qarab ishlagan, hamma o'sha qadam qo'yishgan va juda ham yoqdi film. Qanday qarang bu nayloni? Onasi. Ular qonuniy ajrashib bo'lishdi. Endi ko'p ham asabiylashavermang. Ey, meni jahlimni chiqargani? Haligi Tohirning onasi bizni mahallamizga kelib, o'g'lini uylanayotganini hammaga ovoza-yu darvoza qilibdi. Nima? 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 Ha? Qiyshaymang o'lsin yumshoq supurga. Endi nima qilib bo'lsa ham Zuhrani to'yini tezlashtirishimiz kerak. Men ularga maqtanishni ko'rsatib qo'yaman. Men ham ko'rsatib qo'yaman. Tezlashtiramiz. Xosiyatxon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Rahmat. Gapirgangalikka o'tib qo'ya qolay. Xotirjon o'g'lim xursand bo'lib keldi. Endi to'yni tezlashtirsak. Nima deysiz? Ha, mana biz ham dadamiz bilan shu to'g'risida gaplashib o'tirgandik. To'g'rimi dadasi? To'g'ri. Roziman. To'yni dabdabali qilib o'tkazamiz. Voy dadasi, asabiylashmang, o'zingizni bosing. O'sha unutilib borilayotgan muqaddas chimildiqlarni yana qaytadan tiklanishi bu bizni millatimiz uchun, bizni necha ming yillik tarixiga ega bo'lgan xalqimiz uchun katta bir quvonchli, ajoyib bir zamonaviy film desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta har bir ko'rgan yoshlar, ayniqsa chiroyli oila qurayotganlar ko'rsa bir a'lo darajada bo'lardi. Chunki oilani qadriga yetadi,
oila o'z-o'zidan barpo bo'lmaydi. Albatta har bir narsani pasti balandi bor, og'ir yengilligi bor, sabr, qanoat, mehr, oqibat, muhabbat birinchi o'rinda turadi albatta bu filmda. O'ylaymanki, albatta bu tomoshabinlarga ma'qul, manzur bo'lsa kerak. Nega bunday bo'ldi? Zuhra, nahotki sevishganlar faqatgina ertaklarda birga bo'lishadi? Hayot bizga yana bir imkon berarmikin? Bilmadim. Hammasi tamom. Juda noodatiy tarzda olingan. Dolzarb mavzular ko'tarilgan. Haqiqatan ham oila qadriyati, oila muqaddasligi. Barcha ijodkorlarga omad tilaymiz. O'zbek kino san'atida yangi pog'ona deya e'tirof etilayotgan Chimildiq super komediyasi hozirda ko'plab qo'shni davlatlar tiliga dublyaj qilinib, namoyish etilmoqda. Kızlar, göstereceğim yere düzgün atış eleyeni hediye gözleyir. Men ijodiy jamoaga katta rahmat aytmoqchiman. Mana shu qadriyatlarimizni juda ham bir chiroyli hazil yo'li bilan tushuntirgani uchun. To'g'risi, men o'g'lim xorijiy maktabda o'qiydi, ingliz tilida, lekin bu juda ham hozir mana shu filmni ko'rib xursand bo'ldi juda ham. To'g'risi, juda ko'p narsalarni bu nima deb so'radi. Mana qarang, yoshlarga qanaqa ta'sir qilyapti. Shuning uchun ijodkorlarga rahmat. Kino bu katta ma'naviy kuch. Davlatlar o'rtasida madaniy aloqalarni mustahkamlashdagi ko'prik hamda har bir davlatning hamiyatini, an'analarini, bir so'z bilan aytganda, o'zligini dunyoga ko'rsatib beradigan vositadir. Biz filmga hamda uning ijodkorlariga yanada yuksak ijodiy parvoz tilab qolamiz. Tabriklayman. Sizlar endi er-xotin emassizlar. Европейская подача, есть менталитет. Qoyilma. Yo'qdi menga. Ne var, ne istiyorsunuz? Peşman olmuşsunuz ha? Gecikmişsen Ezizkuda. Yangi Chimildiq film ijodkorlaridan iborat delegatsiya ayni damda Ozarbayjon davlatida Bu Chimildiqda özümü oynamış kimi oldum. Özbek xalqı her daima Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalqı isə hər daima Özbək xalqının yanındadır. Yangi o'zbek kinokomediyasi Chimildiq filmining xorijiy davlatlardagi premyerasi davom etmoqda. Sen de ben de baldarımızga жақсы tarbiya verdik. Rök gelinimizge. Великолепного фильма «Чимилдик». Я думаю, что этот фильм будет транслироваться не только в Казахстане и в Средней Азии, вообще по всему миру, потому что фильм очень интересный. Розового цвета, да, типа такая вся, но на самом деле там очень важные темы затронуты. Ситора ханыммен танысқан жоқпын, бірақ экран арқылы мен ол кісіге қатты бауыр басып қалдым. Себебі актерская играсы просто вау. Shunday qilib Chimildiq Ozarbayjonning va Qozog'istonning eng mashhur, eng katta kinoteatrlarida taqdim etilayotgan ilk o'zbek filmi sifatida tarixga kirdi. Bu yangi O'zbekistonning yangi kino bosqichiga olib chiqadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chimildiq kinokartinasining Qozog'istondagi namoyishlari haqida batafsil to'xtalamiz. Bizdan uzoqlashmang. Mening yurtim telekanali Xon Films hamda Biz Media hamkorligida suratga olingan yangi o'zbek kinokomediyasi Chimildiq filmining xorijiy davlatlardagi premyerasi davom etmoqda va ayni damda film qozog'istonlik qardoshlarimizga taqdim etildi. Bugungi
kundagi dolzarb muammo yoshlar orasida ko'payayotgan ajrim masalasini yumor orqali ifodalagan Chimildiq kinokomediyasining navbatdagi namoyishi qo'shni mamlakat Qozog'iston davlatida bo'lib o'tdi. Yangi super komediya dastlab Olmaota shahrida, so'ngra Chimkent shaharlarida premyera qilindi. 16 aprel Yesintay savdo majmuasining muhtasham kinoteatrida Chimildiq o'zbek kinokomediyasi qardoshlarimizga namoyish qilindi. Oilaviy qadriyatlar, er va ayol munosabatlarini komedik janrda o'zida aks ettirgan film qozoq qardoshlarimiz tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Buni kinoteatrga tashrif buyurgan tomoshabinlar sonidan ham bilish mumkin. Ey, bırakşı. Şortingning sveti demagan. Qizlar ko'radi-ku. Bo'ladi. Voy, shortingiz boshqa ekan deb beradi. Shuningdek, Olmaota shahridagi premyera jarayonlariga O'zbekistonning Qozog'istondagi bosh konsulligi vakillari ham tashrif buyurib, film ijodkorlarini yangi super komediya bilan samimiy tabrikladi. O'zbek va qozoq xalqlarining mana shunday madaniy aloqalarini yanada mustahkamlanib borishini alohida ta'kidladilar. Bir necha yillar mobaynida bunaqa premyeralar hali bo'lmagandi. Bu juda ham bir ajoyib, yaxshi taassurotlar bilan chiqdik. Film haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, film juda ham bir tarbiyaviy sohada olingan. Hozirgi kunda aktual muammolarni ko'tarib chiqishgan, ya'ni yoshlar o'rtasidagi ajrimlarning ko'payib ketishi va shunga hazilomuz yumor bilan shunday holatlarga chek qo'yishni bildiruvchi film hisoblanar ekan. Barchaga men ushbu filmni tomosha qilishni tavsiya etaman. Filmda har bir inson o'ylaymanki o'ziga tegishli bo'lgan xulosani chiqaradi degan umiddaman. Sababi film shunaqa chiroyli ishlangan. Film ustalariga, shu bilan bir qatorda aktyorlarga, aktrisalarga minnatdorchiligimizni bildirmoqchi edik. Bundan tashqari premyera yakunida tomoshabinlar o'rtasida film syujetlari va voqealari haqida kichik viktorina o'tkazildi. Kinoteatrga yig'ilgan tomoshabinlarning barchasi filmni birdek diqqat bilan ko'rdiki, viktorinada g'oliblar nomini aniqlash biroz qiyinroq bo'ldi. Kino ixlosmandlari orasida tezkor javob bergan qardoshlarimizga o'zbek milliy kiyimlari, choponlar va do'ppilar sovg'a tariqasida taqdim etildi. Mening yurtim telekanali Biz Media hamda Xon Films hamkorligida suratga olingan Chimildiq film ijodkorlaridan iborat delegatsiyaning keyingi manzili Chimkent shahri bo'ldi. Bugungi premyera Chimkent shahridagi premyera oldidan Chimildiq kinokomediyasi ijodkorlari va qozoq tiliga tarjima qilgan tarjimon, dublaj aktyorlari ishtirokida davra suhbati tashkil etildi. Unda ijodkorlar o'zaro filmdagi epizodlar, syujetlar va qahramonlar taqdiri haqida ijodiy fikr almashdilar. Kelgusida o'zbek va qozoq kino ijodkorlari hamkorligida yangi super komediyalar suratga olinishiga ishonch bildirdilar. İlk marotaba o'zbek kinosi ofitsialni Qozog'istonga kirib keldi. Bu Chimildiq kinosi bilan bo'ldi. Bu nafaqat bizni butun o'zbek kinosini katta yutug'i deb o'ylayman men. Kinoga keladigan bo'lsak, kino shunaqa bir yaxshi film chiqib qoldiki, men ham O'zbekistonda juda ham iliq kutib olindi. Biz kutgandan yaxshiroq darajada kutib olindi. Mana hozir bugun Olmaotada premyera qildik, u yerda ham juda iliq kutib olindi. Demak, men shu narsani bildimki, kino ushbu kino bitta qo'rqayotgan tomonim bor, bizni o'zbek mentaliteti faqat o'zini ichiga qamrab oladimi deb o'ylaganim. Yo'q, bu global muammo ko'tarilgani uchun barcha millatlarni o'z ichiga qamrab olyapti voqeasi. Ularga tushunarli bo'lyapti va dublajchilarimizga tashakkur bildiraman. Aynan misol uchun qozoqchada dublaj qilinganda o'sha qozoq tilidan kelib chiqqan holda, qozoqlarning o'zini yumoridan kelib chiqqan holda dublaj qilishgan yoki Ozarbayjon tilida ham shunaqa bo'lgan. Kutmagandik biz bu darajada yaxshi kutib olishadi o'zbek filmini deb, chunki bilamizki o'zbek filmi har doim ham O'rta Osiyoga chiqmagan. Endi mana Chimildiq filmi boshlab berdi, davomiy bo'lsin iloyim. Juda ham chiroyli kutib olishdi. Muxlislar ham o'zgacha, boshqacha mehrli. Film haqida fikrlar, juda ham chiroyli fikrlar bildirishgan. Hammaga yoqqan, bironta negativ hali eshitmadik bu film haqida. Xudo xolasa bu o'zbek filmini yana ham rivojlanishiga hissa qo'shadigan film bo'ladi. Chimkent o'zbeklar juda ko'proq ekan. Chimkentda birinchi marta bo'lishimiz. Xudoga shukr, mana shunaqa kunlarga yetdik. Bu hali hammasi emas. Hali oldinda Belorussiya, Turkiya, Chimildiq bilan qilmoqchi bo'lgan narsalarimiz va bir nechta sirli, sizlarga sir bo'lib qolgan davlatlarimiz bor. SNG va undan ham tashqariroqqa chiqamiz, xudo xolasa.
Shuningdek, Chimkent shahridagi premyerada Qozog'istondagi O'zbek madaniyati markazi vakillari ham ishtirok etdilar. Haqiqatan ham bugun ko'rgan kinomiz bu juda ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Har holda yoshlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, kattalarga ham juda ham bir hayotiy masalalarni ko'tarayotgan film. Ham nima deydi, bizlarga bir motivatsiya berdi, ham komediya, ham jiddiy o'ylantiradigan holatlar. Shuning uchun men barcha mana shu aktyorlarimizga, shu kinoni yaratgan rejissyorlarimizga, hammaligiga Chimkentimiz shahri barcha millatdoshlar nomidan katta tashakkurimni izhor etaman. Film qardoshlarimizga qozoq tilida namoyish etildi. Dublajda aktyorlarni to'g'ri tanlash ham filmning muvaffaqiyatli bo'lishiga hissa qo'shadi. Men ham bu borada aktyorlarni tanlashga jiddiy e'tibor qaratdim, deydi dublaj rejissyori. Men quvonchliman, qasmimda aktyorlar Marat degan bavurimiz bor, переводтаган. Сол керемет жұмыс болды. Film bizga o'ta qattiq unadi. Xudo xolasa endi O'zbekistondan осындай жақсы tarbiyalik ma'ni bor filmlar көптеп kelsa deb o'ylaymiz bizning rынокка. Endi Xudo xolasa tek qana sәттілік, rejissyorga bölek respekt, o'ta керемет жұмыс болды. Мына aktyorlar da o'ta керемет ойнаған. Biz endi бұл filmda dubляждаған соң бірнеше реттен көрдік. Өте ұнады. Құдай қаласа сәттілік, миллиард жинай беріңіздер. Бүгін мінекей Шымылдық фильмінің премьерасы. Алла қаласа өте жақсы фильм деп ауыз толтырып айтуға болады. Мен енді бұл фильмде басты рөлді сомдаған басты кейіпкер, яғни Тахирді дубляж жасадым. Дегенмен енді актер менен ол дубляж актерінің екеуінің бір арнаға түйісуі, ол әрине жақсы дүние алып келеді. Бірақ дегенмен де енді сол басты рөл кейіпкердің образын, өзінің мінезін, болмысын көрсету, ол әрине дубляж актеріне да бір шама қиын болады. Сондан дегенмен енді барымыз салдық, нарымыз салдық. Әйтеуір жоғарғы деңгейде қолымыздан келгенше Құдай берген дарым ғой, әйтеуір. Сол әйтеуір барымыз салып, енді бір өз деңгейінде, жоғарғы деңгейде дубляж жасалды деп ойлаймын. Ситора ханымның табиғаты маған, яғни Айым Сахиповаға келеді екен. Себебі екеуміз де сондай харизматичный, энергичный қыздар сияқтымыз. Әлі мен өмірде Ситора ханыммен танысқан жоқпын, бірақ экран арқылы мен ол кісіге қатты бауыр басып қалдым. Себебі актерская играсы просто вау. Қазақстан мен Өзбекстанның арасында бірге туындылар көбейе берсін деп тілеймін. И Шымылдық фильмі құтты болсын. Былай переход бар да. Сол сәтте енді бізде дубляжда кеңістікті байқау керек қой, микрофонмен жұмыс істеген болады. Сол кезде кішкене қиындықтар болды, себебі бізде кішкентай жерде жазылды да. Осындай кішкентай дүниеден үлкен қазір Шымылдық атты фильм шығайын деп тұр ғой. Құдай қаласа құтты болсын. Фильмде қыздың мамасын дубляж жасадым. Сосын ЗАГСтегі келіншектің дауысын дубляж жасадым. Сосын ең соңында кішкентай қыздың дубляж жасадым. Және бірнеше дауыстар дубляж жасадым. В общем, қиындықтар особо болған жоқ, потому что оған дейін менде опыт бар дубляжда. Өте қызық болды. Фильм өте қызықты. Сюжет, сценарий, вообще фильм өте супер. И сол жағынан ба особо қиын болған жоқ. Честно айтсам, наоборот, қызық болды. Oilaviy qadriyatlarni o'zida aks ettirgan oila buzilishiga har qanday jiddiy sabablar bo'lmasin, uni asrab qolish kerakligini targ'ib etuvchi kinokomediya qozoq qardoshlarimizga qanchalik manzur bo'lganini ularning ijobiy fikrlaridan ham bilish mumkin. Tahirdan ajrag'ing kelmay jur ya. Bir-birlaringda tez sog'inib qolasinglar ya. Qalay endi ajrasuv. Juda ham rollarni yaxshi ijro etishgan. Yigit bilan qiz Chimildiqning orqasida bir yangi oila paydo bo'ldi. Endi bularga ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz. Allarda qo'ygan maqsadlariga yetishaversin. Bugun men o'sha Shimildiq kinosining premyerasini kelib ko'rdim. Kinoga baho berетін болсам 10-да 10, тіпті 100-ден 10 берсем де жарасады. Себебі кино өте мағыналы, ерекше, жаңадан келген актерлар, бұл актерлар нәтижесінде мен бірінші рет көріп тұрмын. Бірақ актерлар өзінің рөлдерін керемет алып шықты, маған ұнады. Киноның мағынасы көбірек, кәдімгідей мағынасын Шымылдықтың дәстүрлерін өзін дәріптеген, яғни бұл деген өте керемет, маған ұнады. Жастар үшін ең жақында болған нәрсе бұл махаббаттың қадірін түсінуге.
адамдарды дәріптейді. Махаббаттың ол мысалға үйлену оңай болғанмен үй болу қиын болады. Қазір развод көп, ажырасу көп. Үйлену оңай болғанмен үй болу қиын деген нәрсе бар. Сол қазірден ол бір-бірінің қадірін болу деген жастардың шынайы жүзін көрсете білу керек адамдар. Бір-біріне шынайы жүзін өтірік жүзін көрсетпей, шынайы жүзін көрсетіп, одан кейін барып отбасы құрса, сонда отбасы құрып кетер ме еді? Бүгін фильм өте қатты ұнады, өте қызық, көңілімізден шықты. Қазіргі ажырасу мәселесі көп, отбасыларға өте пайдалы деп ойлаймын. Рахмат сіздерге. Фильмдегі қайсы сахна сізге көңіл аяқ? Маған аяқ соңғы жағы ұнады. Соңғы жағында жыладым, өте сондай эмоцияға толы болды. Что әркім өзінің қателігін түсініп, екеуі бірге қосылған жері өте қатты ұнады. Premyera yakunida chimkentlik qardoshlarimiz o'rtasida ham kinokomediya haqida savollar orqali viktorina o'tkazilib, ular orasidan faol bo'lgan kino ixlosmandlariga milliy liboslarimiz sovg'a qilindi. Umuman olganda o'zbek kinokomediyasining xalqaro miqyosda tomoshabinbob deya e'tirof etilishi va tomosha qilinishi nafaqat film ijodkorlarining yutug'i, balki o'zbek kino san'atining ham muvaffaqiyatidir. Chimildiq kinokomediyasining xorijiy davlatlardagi premyeralari davom etadi. Bahor mavsumi ijodkorlarga ilhom bag'ishlayapti shekilli. Qayerga qaramay yangi klip premyeralari, kino premyeralari taqdim etilyapti. Xonandalarni esa yangi ijod mahsullarini ko'rishdan, eshitishdan charchamayapmiz. Shunday ekan, ular haqidagi eng qaynoq xabarlarni bizda doirada bilib olasiz. Bizdan uzoqlashmang. Bahor mavsumi kutilganday konsert dasturlariga boy bo'lmoqda. Qadrdon xalqlar do'stligi saroyining zali har kuni tomoshabinlar va san'at ixlosmandlari bilan gavjum. Ijod qilishda to'xtamaymiz. Kuni kecha san'at saroyi yana bir katta ijodiy jarayonga hamnafas bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda O'zbek konsert hamkorligida 2017-yildan buyon taqdim etib kelinayotgan Mavsum hitlari gala konserti yildan yilga o'z muxlislariga ega bo'lmoqda. Dasturda har bir xonandaning xalqimiz orasida ommalashgan va hit darajasiga ko'tarilgan qo'shiqlari ijro etiladi. Bu galgi dastur ham o'ziga xos unutilmas taassurotlarga to'la bo'ldi. Xo'sh, mavsum hitlari bilan muxlislarni xursand qilgan xonandalarning yaqin kunlardagi rejalari qanday? Bizning duetimizni kutib olasizlar, xudo xolisa. Xudo xolisa, sizlarning duoinglar bilan tez orada duetimizni taqdim qilamiz, xudo xolisa. Ijod qilib qo'shiqlar chiqarishga harakat qilamiz. Yangi qo'shiqlar, yangi mavzularda o'sha konsertgacha bo'lgan vaqtda bir 10-15 ta qo'shiq chiqarish niyatimiz bor. Tasodif yo'q dunyoda, hammasi avval yozib bitilgan rost. Seni menga uchrashim, mening sevib qolishim tasodif emas. Tasodif yo'q dunyoda, hammasi avval yozib bitilgan rost. Seni menga uchrashim, mening sevib qolishim tasodif emas. Kimga oson bo'libdi Majnunga Layloga men hasrat qilsam. Sendaqasi yo'qdan keyin o'sha klipni davom qilib, hozir kuylaganim tasodif emas qo'shig'ini o'sha klipni davomi bo'ldi va o'sha klip davomini, o'sha klipni ko'rganlarda ichida shuni davom ettiringlar yana degan fikrlar bo'lgani uchun yana bitta qo'shig'imizga o'sha klipni yakuniy qismini xudo xolasa suratga olish niyatidamiz. Alloh nasib qilsa
tez kunlarda muxlislarga havola qilamiz degan umiddaman. Muxlislar sahnada o'zlari sevgan xonandalarni ko'rish bilan birgalikda ular ijrosidagi eng mashhur taronalarni ham tinglashga muvaffaq bo'lishdi. Zalda chinakam ijodiy atmosfera hosil bo'ldi. Muxlislar bir qarasangiz sho'x taronalarga raqsga tushgan bo'lsalar, bir qarasangiz sokin qo'shiqlar yangragan paytda smartfonlar chiroqlarini yoqqan holda zalda romantik muhit paydo qildilar. Biz xalq tili bilan aytganda hitmaker xonandalarimizni yana bir bor tabriklab, ulardan yana yangi hit taronalarni kutib qolamiz. Doirada eng qiziq va eng so'nggi ma'lumotlarni kuzatishda davom eting. Ay do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz beryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Kundanam, tundanam, tongdanam, sondanam, oydanam, yildanam nolima aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, uzursiz xatodan asrasin Xudo. To'xtama toki yurak uryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Eringiz kelsa o'zlariga tushuntiramiz. Mana Dadasi. o'zlari ham keldilar. Assalomu alaykum. Sizni so'rab kelishim. Va alaykum assalom. Men tadbirkorman. Mahalla raisini aytishi bo'yicha sizni ancha yillik haydovchilik tajribangiz bor ekan. Shuning uchun bizni yangi tashkil qilingan korxonamizda haydovchi bo'lib ishlasangiz degandik. Mana bu mashina sizga. Rahmat. Tabriklaymiz. Hozir kelsalar aytamiz. Oy, ke o'g'lim. Tinchlikmi? Mana qara o'g'lim, davlat menga order beribdi, tuzalib ketishim uchun. Yo'q, voy xudoga shukr. Ay bolajonim. Singlim, sizni boshingizdan kechirganlaringizni mahalla faollari sifatida yaxshi bilamiz.
va yaxshigina hunariz borligidan xabarimiz bor. Shuning uchun sizga xotin-qizlar tadbirkorlik qilishi uchun bankdan imtiyozli kredit hujjatlarini taqdim etamiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Kundanam, tundanam, tongdanam, sondanam, oydanam, yildanam, ma'lum aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, huzursiz xatodan asrasin Xudo. Siqilma, ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi. Mana shunaqa gaplar azizlar, shou biznes olamidagi eng so'nggi xabar va yangiliklarni faqat doirada bilib olishingiz mumkin. Shunday yuqori kayfiyatda go'zallar bilan birgalikda sizlar bilan xayrlashamiz.